Xuddi shunaqa avtomobillar aslida 700-800 million atrofida turadi. Lekin bu mashinalar deyarli 2 barobar arzon narxda. Bilaman, xayolingizga arzonni oshi tatimas degan fikr kelyapti. Nimaga unda bular ham 700-800 millionlik avtolarga o'xshab 3 yil yoki bo'lmasam 100 ming kilometrgacha kafolat berishyapti? Chunki bu mashinalar o'zimizda, ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti. Demakki, ehtiyot qismida ham muammo bo'lmaydi. Kutib oling, O'zbekiston yo'lbarsi FAV yuk mashinalari Jizzaxdagi yagona va eng zo'r dilerlik markazining hovlisida. Naqd, kredit va lizing orqali xarid qilib, pul topishingiz uchun shay holatda sizga muntazir turibdi. Nega FAVni tanlashim kerak deysizmi? Birinchidan, siz bu yerda 1 soat ham kutmaysiz. O'zingizga yoqqan mashinalarni chertib tanlab minib ketaverasiz. Ikkinchidan, naq 3 yil kafolatga ega bo'lasiz. Uchinchidan esa sotib olish jarayonida katta bonuslarga ega bo'lasiz. Bundan tashqari bu yerda servis xizmatlari ham bor. Shuning uchun kinoda aytilganidek, Marfusha, g'am g'ussaga nihoyat. Qo'shimcha savollarga quyidagi raqamlar orqali javob oling. Manzilga keladigan bo'lsak, betonga M39 trassasi Choynak yo'lidan 10 kilometr o'tgandagi Oltinsoy mahalla fuqarolari yig'ini hududi. Avtogroup Trading Jizzaxdagi yagona va eng zo'ri.